Mana akalar bitirib berdik akamizni shkaflarini. Mana ochish mexanizmlarini ko'rsatamiz. Tepalari nasos. Hammasi ochiladi. Narsa qo'ysa bemalol bo'ladi. Keyin bu tomoni mana ikkita polka bo'lingan, ikki qatordan ketadi. Polka. Yosh kelin-kuyovlarga mos qilingan xatomlardan. Bu tomonga mana solcha, pocha, mayda juda narsalar qoldi ketadi. Tepaga narsalar qo'yiladi bemalol. Bu tomonga kuyovlarning narsalar saqlangan, kuyli narsalar turadi. Bu tomonga kelsak, bu tomon yopiq-ku aka. Yo'q, unaqa ochilmaydi. Tepani bitta bosasiz o'zi shuni ochiladi. Bu tomon dushovoy bo'ladi. Bu narsa katta-katta dushovoyimiz. Ichkarini ko'rsataman. Bu dushovoyimiz. Bu dushovoyimiz 80 ga 80 joyga qilingan. O'sha mebelimizni ichiga. Buni o'zini ham shunday sursa, tortib oladigan mexanizm qilingan. Keyingi bosqichimiz pastga oyoq kiyim qo'ysa ham bo'ladi. Shuni nima qo'ysa bo'laveradi qo'yayotgan narsa. Pastlari ham ochiladi. Oyoq bilan surib qo'yishingiz mumkin. Oyoq bilan surib qo'ysa ham bo'laveradi. Ushlab qoladi magnitlik berilgan. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan. Ruchkalari ham navishni qo'yilgan. Pastga qoraytirilgan ruchkalar. Siz baho berasizlar ishga. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, chiqaverasizlar aloqaga.